Hop, falon filan juda ham mashhur, hamma juda ham ko'p so'raydigan so'zlardan bittasi. Qaranglar arkadaşlar, buni o'zbek tilida to'g'ridan-to'g'ri tarjimasi eski o'zbek tilida bor. Falonchi, fistonchi, falon piston deb eski buvilarimiz aytishardi. Hali ham balkim viloyatlarimizda qaysidir shevada qolgandir saqlanib, hozir endi juda ko'p ishlatiladi. Hozirgi zamonaviy tilga qanaqa tarjima qilasizlar? Masalan, qanaqa olsanglar bo'ladi? Ben dün pazara gittim, alışveriş yaptım, elbise falan aldım. Mana, elbise falan. Bitta filan ishlatmaymiz, falan ishlatamiz. Endi ko'p so'zlarda o'zi falan ko'proq ishlatiladi. Masalan, qanaqa men kecha bozorga bordim, bozorda kiyim va shu kabi yoki-da shunga o'xshagan nimadirlar oldim ma'nosiga to'g'ri keladi. Undan tashqari falan filanni ko'rib turganingizda shu kabi va hokazo va shunga o'xshagan rus tilida tipa того degan narsaga to'g'ri keladi. Bu holatdan kelib chiqasizlar. Bugun to'plantıda masalan projedan falan bahs etdilar. Ya'ni nima bo'ladi bu yerda? Bugun majlisda yangi proyektlar va shu kabi shunga o'xshash masalalarda muhokama bo'ldi. Va shu kabi degan holatda ham mana ko'rib turganingizdek to'g'ri kelyapti. Yoki-da uy oddiy holatda kahve, çay, kek falan hazırladım. Mana falan qo'yilyapti. Choy, kofe va pishiriq yoki kek nimadir pishirdim. Va shunga o'xshash narsalar ma'nosida kelyapti. Shunga o'xshash nimadirlar qildim deb qo'ysa, o'zbek tilida shunga to'g'ri keladi. Ko'rib turganlaringdek, yana bir so'z to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilinmaydi. Bu o'zbek tilidagi 5-6 ta narsaga to'g'ri keladi. Bu faqatgina o'zbek tilida emas, turk tilida ham o'zi ochiqlab chiqsanglar, shu gibi bir şeyler yaptım degan narsaga o'zi aslida to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilsa bo'ladi. Ya'ni buni alternativ sifatida qo'llanishadi, lekin qisqaroq qilib falan deb qo'ya qolamiz yoki-da filan deb qo'yamiz. Filandan ko'ra falan ko'proq ishlatiladi arkadaşlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, beni takip etmeyi, beğenme tuşunu basmayı, bilmeyen arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın.